mana yeringni hidlab ko'rishing kerak, san qonni ko'rishing kerak, yeringni ushlab ko'rishing kerak, mana shu har bitta narsani ko'rishing kerak, ты должен чувствовать derdilar-da. Xirurgik operatsiyani qilib haligacha to'yganim yo'q-da. Operatsiya tinmay operatsiya qilgim keladi. Yaxshi ko'raman, shu kasbni yaxshi ko'raman. Suyak ichidagi hemangioma bu juda kam uchraydigan kasallik, kam diagnostika qilinadi va aksariyat holatda o'limga olib keladi bemor. Yoshroq yigit, 27-26 yoshli yigit, Namanganlik yigit keldi. Mana shu og'zimning ichidan, tishimdan qonayapti, qon to'xtamayapti. Domla ko'p joyga bordim dedi. Asosiy maqsadga vaqtimiz qolmaydi. Ya'ni bugun negativ fikrlar berib, internetda u ekan, bu ekan aralashib ketib qolsak, mayda-chuyda bilan asosiy maqsad qolib ketadi. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Avvalambor sizga rahmat aytmoqchimiz. Bizni to'g'ri tushunib, talabalarimiz uchun va tibbiyotga qiziqishini bildirgan insonlar uchun bizning taklifimizga yo'q demay, o'zizni tajribangizni, savollarimizga javob berish uchun tayyor bo'lganingiz uchun ming rahmat. Ustoz, ko'pchilik uchun bizni, ayniqsa men kuzatuvchilarim uchun o'zingizni tanishtirib nima qilib o'tsangiz. Xo'p, demak, men Baymurodov Shuhrat Abjaliyevichman. Tibbiyot fanlari doktor, professorman. O'zim yuz jag plastik xirurgman. Bugungi kunda Toshkent tibbiyot akademiyasida o'quvchilar bo'yicha prorektorman. Faoliyatim davomida yuz jag sohasidagi bajariladigan rekonstruktiv plastik xirurgik operatsiyalarni amalga oshiraman. Endi qisqacha gapiradigan bo'lsam shu, lekin kengroq gapiradigan bo'lsam, institutni bitirgandan keyin mana nomzodlik va doktorlik dissertatsiyalarimning mavzulari asosan yuz jag sohasini qo'shma jarohatlari va ularning asoratlarini davolash. Juda ham ko'p jarohatlar bor. Yuz sohasi, jag sohasida bu jarohatlarning asoratlari tiklov, rekonstruktiv, plastik, kosmetik operatsiyalarni talab qiladi. Hozirgacha shu narsalarni davom etyapmiz. O'zim rus, o'zbek, ingliz tilida erkin gapiraman. Doktorlik dissertatsiyamning bir qismini Avstriyada qilganman. Bugungi kunda endi ko'p shu xorijlik hamkorlar, Rossiya Federatsiyasidan, Avstriya, Germaniya, boshqa shu xorijiy davlatlarda o'zimning hamkorlarim bilan ilmiy almashinuvlar doim amalga oshirib boraman. Bundan tashqari Yevropa yuz jag xirurglar assotsiatsiyasi bor. 2008-yildan beri shu assotsiatsiyaning a'zosiman. 17 yil bo'ldi. Shu assotsiatsiyaning a'zosiman. Endi turli xil ma'ruzalarim bilan juda ko'p shu konferensiya, kongresslarda ishtirok etganman. Bundan tashqari o'quv sohasida, ya'ni ta'lim sohasida ham bir qancha xalqaro grantlarda ishtirok etganman. Yevropani o'sha katta universitetlarida talabalarga ma'ruzalar o'qishga muyassar bo'lganman. Bugungi kunda endi tibbiyot sohasidagi mana ko'p yillardan beri ta'limda ishlaganligim uchun tibbiyot sohasidagi talabalarni bilimini oshirish uchun o'qitishga, sifatli bir kadr tayyorlashga muhtaram prezidentimiz vazifa qo'yganlar bizga. Shuni ustida ishlayapmiz endi bugungi kunda yosh shifokorlarni tayyorlash uchun yosh shifokorlarda motivatsiya uyg'otish, kasbga yo'naltirish, shu kasbni qanchalik darajada buni mahoratli bajarish kerakligi haqida bir qancha fikrlar bildirib o'tganmiz. Shuning uchun bugun mana shu faoliyatni ta'lim bilan ilmni qo'shib olib borishga harakat qilaman. Men rahbar lavozimida ishlayotganimga 10 yildan oshib ketdi, lekin shu davr mobaynida ham biror marta men o'zimning kasbimni, ya'ni xirurgiyamni tashlamaganman, chunki yaxshi ko'raman. Bugun ertalab ham jarrohlik amaliyoti o'tkazib keldim. Shuning uchun qisqacha ma'lumot shu o'zim haqimda. Ustoz, yuz jarrohligiga bu profilga qaysi operatsiya turlari kiradi? Yuz jag jarrohlikka kiradigan operatsiya turlari juda ham ko'p. Endi umuman kitoblarda yoziladigan klassifikatsiya bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, yuz jag sohasini birinchi o'rinda yallig'lanish kasalliklari, yiring jarayonlari, bu asosan tish sababchi bo'ladi. Odontogin, noodontogen yallig'lanish jarayonlari, yuzda bo'ladigan absses, flegmonalarni yorish va hokazo. Bu endi tez tibbiy yordami. Hamma tibbiy sohaga o'xshab, yuz sohasida ham tez tibbiy yordamga ehtiyoji borlari bor va rejali ravishda. Tez tibbiy yordamga bu
yallig'lanishli, yiringli yallig'lanish kasalliklari kiradi. Bundan tashqari jarohatlar kiradi. Yuz sohasida har xil jarohatlar, o'sha yumshoq to'qima jarohatlari, jag' suyaklar jarohatlari, bular hammasi o'sha birlamchi jarrohlik ishlov berish operatsiyasiga muhtoj bo'ladi. Endi yuz sohasida bundan tashqari bir qancha operatsiya turlari bor. Birinchi tur operatsiyalarimiz bu rekonstruktiv operatsiyalar. Rekonstruksiya degani tiklash degani. Rekonstruktiv operatsiyalar yuz jag' sohasida asosan jarohatlardan keyin jag'larda defekt qoladi, suyaklarda. Yoki bo'lmasa onkologik kasal bo'ladi, rak, shunga o'xshagan kasalliklar jag'da bir qismi olib tashaladi, uni tiklash kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasa ba'zi bir yallig'lanish kasalliklarida suyaklar erib ketadi. Shunga o'xshagan holatlarda demak rekonstruktiv operatsiya qilinadi. Bundan tashqari yuz sohasini korrigiruющий deymiz, korreksiya qiladigan operatsiyalar bor. Misol uchun jag' suyaklarida prikusi buzilib qolishi, ya'ni pastki jag'ni juda ham oldinga o'sib ketishi yoki pastki jag'ni juda ham orqada qolib ketishi bemorda ovqat chaynashiga, kosmetik nuqtai nazardan nutqiga ta'sir qiladi. Bularni korreksiya qilish uchun o'sha yuqori va pastki jag'larni rekonstruksiya operatsiyalari bajariladigan operatsiya, ortognatik operatsiyalar deymiz, yuz sohasida bajariladi. Bundan tashqari yuz sohasida bajariladigan operatsiyalar mana kosmetik operatsiyalar bor. Qovoqlarni blefaroplastika qilish, yuzni aylantirib tortish, shunga o'xshagan operatsiyalar bor va bo'yin, yumshoq to'qimalari operatsiyalari bor. Bundan tashqari yuzni va bo'yinni tug'ma nuqsonlari bor. Bo'yinda va yuzda tug'ma kistalar uchraydi. Dermoid kista yoki bo'lmasa ektodermal kista, mana shu yuz anomaliyalarida uchraydigan kistalar uchraydi. Bularni operatsiya usuli bilan davolanadi. Bundan tashqari yuzda demak yuqorilab tanglayni tirtiqlar bilan tug'iladi bola, tug'ma. Bu tirtiqlar va ularni asoratlarini xirurgik davolash usullari bilan davolanadi. Operatsiya usullari yuz sohasida juda ham keng va juda rang-barang. Suyak to'qimasida, yumshoq to'qimada, so'lak bezlarida operatsiya bajariladi. Bundan tashqari yuqori jag' bo'shliqlarida operatsiyalar amalga oshiriladi. Pastki jag' suyaklarida suyakni ichida o'simtalar bo'ladi. Bular operatsiya amalga oshiriladi. Bir 100 ga yaqin operatsiya turlari bor. Yuz sohasida bajarilayotgan operatsiyalar. Shularni hammasini bajaramiz. Ustoz, qarangda, men o'zim nevropatologman. Nevrologiya sohasi bo'yicha hozirda bolalarimizda juda ham rast tashxisi, ya'ni расстройство autistik element, autizm elementlari bilan kelib paydo bo'ladigan kasalliklar rivojlanib bormoqda. Bu hozirgi kunda axborotda rivojlanishi, bolalarimizga ixtiyorsiz telefonlarni ko'p berishi, shu xavf yuqori turibdi. Bundan keyin asabiylash, depressivniy holatlar, kasallar rivojlanish nimasi bor, xavflari ko'paymoqda ham to'liq. Sizni sohangizda ham xuddi shunday kasalliklar bormi? Va bu qaysi kasalliklar? Bizning sohada endi bugungi kunda umuman zamon talabi shunaqaki, hayotimizga bu axborot texnologiya juda ham tez kirib keldi va juda ham hamma aholini qatlamini qamrab oldi va bog'lab qo'ydi. Yuz sohasida umuman oladigan bo'lsak, mana kompyuter, telefonga zavisimiz bor, bog'lanib qolinishlari bor. Doimiy ravishda o'tirib qolish oqibatida, ayniqsa bizga murojaat qilgan mutaxassislar kompyuter oldida o'tirganda har doim uzoq vaqt o'tirish oqibatida u ko'zini ko'rishidan tashqari yuzlarida, yuqori qovoqlarda, pastki qovoqlarda ajinlar tushib qoladi. Kompyuterda oldida doim o'tiravergandan keyin na quyosh ko'radi, na boshqa qiladi, terilarning ranglari o'zgarib qoladi va zararli odatlar paydo bo'lib qoladi. Ruchkani tishlab doimiy asabiylashganda nima qilish. Shu bilan birga mana shu zararli odatlar doim o'sha nimanidir og'ziga olib tishlab, o'ynab, boshqa qilishlar oqibatida chakka pastki jag' bo'g'imlarida og'iz ochilish qiyinligi boshqa. Endi hozirgi aytgan savolingizga shunday javob beramizki, bugun mana gadjetlar, telefonlar, o'sha smartfonlar, paydo bo'lgan kompyuterdagi imkoniyatlar bizni erinchoq qilib qo'ydi. Biz o'ta erinchoq bo'lib qoldik birinchidan, ikkinchidan jismoniy mehnatdan aqliy mehnatga kirib ketib qoldik va natijada bugun juda ham ko'p asabiylashish holatlari kuzatilyapti. Mana bizga murojaat qiladi, men deydi ertalab turib og'zimni ocha olmayman, esnasam deydi. Nimaga desa, uni sababi
man birinchi o'rinda shu og'zimni ocholmayman, mana ochsam qirsillardi, endi ocholmay qoldim desa, birinchi savol bergan savolim, man savol beraman, uyqungiz qanaqa deyman. Aksariyatida 90% murojaat qilgan o'smir yoshlarda uyqu buzilgan bo'ladi. Yo 12-1gacha uxlamaydi, kech uxlaydi, yoki bo'lmasa o'sha aqliy mehnat qilganda, ya'ni uyquni va ovqatlanish boshqa rejimlari buzilgan bo'ladi. Shu oqibatda kelib chiqadi. Biz bilamiz, soat shu 9dan keyin 9-10 orasida organizmda demak tinchlantiruvchi melatonin uyqu chaqiruvchi gormon ishlab chiqarilsa, shu ishlab chiqqan payt bir uyqu keladi hammada ham. O'sha payt uxlab qolsa uxlaydi, uxlamasa keyin u gormon neytralizatsiya bo'lgandan keyin biz kun bo'yi ishlab charchagan miyani yana boshqa narsalar bilan yuklama beramizda, u miyani palaparcha ishlashga olib keladi. Uyqu paytida u miya hali tinchlana olmagan bo'ladi. Miya osti po'stloq ostilariga buyruq berib, yurakni ishini, ichki organlarning ishini, ichaklarni, boshqa peristaltik hammasini palaparcha ishlatib tashlash oqibatida ich qotishi, jag' ochilishini yomonlashishi, asabiylashish, uyquga to'ymaslik, kislorodga miyani to'ymasligi va hokazo tajanglik, bular hammasi kelib chiqadi. Bugun biz mana shu davrdan o'tyapmiz. Ming afsuski. Shunaqa. Ustoz, tibbiyotda juda ham sohalar ko'p. Nega aynan yuz jarrohligini tanladingiz va kimdir sababchi bo'ldimi bu narsaga? Yo'q, sababchi bo'lmagan. Men yoshligimda shu maktabda biza 4-5-sinfda o'qib yurgan paytimizda ustozlarimiz "Sen kim bo'lasan? Katta bo'lsam kim bo'laman?" degan mavzuda insho yozdirishgan. Ko'p shu payt men shifokor bo'laman deganman, xirurg bo'laman deganman. U payt yuz jarroh xirurgligini bilmaganman. Xirurg bo'laman deganman. Shu qiziqishim tufayli ximiya, biologiyalarni o'qib, olimpiadalarda ishtirok etib, shu narsa olib kelgan. Yuz jarroh sohasiga kirib kelishim qiziq bo'lgan. Biz o'qishga kirgan paytda men stomatologiya fakultetiga kirganman. Stomatologiya fakultetida a'lo darajada o'qiganman. Birinchi kursni bitirgandan keyin bizda dekanimiz bo'lardi, rahmatli ustozim o'tib ketdilar. Lekin hozir dekan o'rinbosarimiz Sadulla Ibadov degan odam bo'lganlar, hozir ham borlar, 90 dan oshganlar. Shu odam meni ustozim bo'lganlar, dekan o'g'li bo'lgan. Men birinchi kursni bitirgandan keyin hamma baholarim 5 bo'lgan. Borib arz yozganman-da, meni o'qishdan chetlatishni so'rayman degan. Nimaga unaqa deb so'raganlar menga. Men xirurg bo'lishim kerak edi, men stomatologiyaga kirdim. Endi stomatologiyada xirurg bo'la olmas ekanman deb ketaman desam, yo'q. To'xtab tur deganlarda, yur bu yoqqa deb meni orqadan olib kirib, dekanning xonasiga olib kirgan. Dekan rahmatli Mahkamov Ergash Ubaydullaevich professor, O'rta Osiyoda umuman SSR miqyosida juda ham yuqori obro'ga, tajribaga ega bo'lgan professor bo'lgan, yuz jarroh xirurg bo'lgan. Oldiga kirgan, mana shu bola bilan bir gaplashing, xirurg bo'lmoqchi ekan, birinchi kurs degan. Domlar shunchalik strogi, shunchalik salohiyatga ega bo'lganki, hatto shogirdlar uncha-muncha u odam oldiga kira olmagan. Ammo birinchi kursda men u odam kimligini bilmayman. O'tirib olganman oldimga. Xo'p, keyin nima olaysan desa, men xirurg bo'lmoqchiman. Shuning uchun men o'qishdan chetlating, men boshqa yerdan davolash fakultetiga kirib xirurg bo'laman deganman. Desam, keyin kulganlarda ertaga meni kafedramga bor deganlar. Keyin ertasi kuni kafedraga borsam, kafedra juda strogi, hech kim kirgizmaydi, turibdi. Men professor chaqirgan deb shartta oldilariga kirib ketganman. Hamma hayron qolgan. Keyin kirib, keyin o'sha yosh domlalarni chaqirganda, bu bola xirurg bo'lmoqchi ekan, bu bilan shug'ullaninglar deb meni Shodiyev Sadulla Sanajanovich degan domla bor. Hozir u Samarqand medinstitutida ishlayapti, u kishi. Ikkinchisi shu Qarshi, Xurram Qarshiyev degan domla borlar. Bu ham fan doktori. Shu ikkalasiga biriktirgan. Men keyin ikkinchi kursdan boshlab to o'qishni bitirgunimcha kafedrada yashaganman. Ertalab o'qishga borib, o'qishdan keyin, obeddan keyin kelardim. Kechgacha shu 5, 6, 7, 8 gacha kafedrada u payt bo'limda bo'lardi. Bo'limda kasal ko'p bo'lardi. Ustozlar nima ish buyursa qilardim. Kasalning analizini olib borsa olib borardim. Operatsiyonga olib kirsa olib kirardim. Operatsiyadan olib chiqsa olib kirardim. Palatasiga qaratsa qarardimda. U 4-kurslarga borganda yengil birlamchi yordam ko'rsatish, yaralarni tikish, absess yorishlarni bajarganman. Shunaqa qilib o'qishni bitirganimda a'lo darajada bitirganman-da. Keyin o'zimni sher his qilganman-da, keyin meni yangi tashmiga rahmatli domlam yuborgan. Kelganda bu yerda Ubaydullayev Mamat Xomurxonovich degan ustozim birinchi bo'lib qabul qilganlarda, men bilan gaplashib o'tirib, "Sen nima operatsiya qilasan?" desa, "Domlaman yuzdagi hamma operatsiya qilaman" deganman.
keyin hayron qolib, "Aman professorman, men 20 yildan beri ishlab, hammasini qila olmayman. Ya men hammasi mana shunaqa zo'rman" deganman. Hammasini qilaman degan. Shunaqa deganman. Keyin endi hozir shu savolga javob bersa, shu savolni menga bersa, nima operatsiya qilasiz? Ko'p operatsiya qila olmayman, 3-4tasini qilaman deyman. O'sha paytda aytganmanki, "Domla, men hamma operatsiya qilaman. Men zo'rman, shunaqaman" deganman. Keyin dejurstva tura olasanmi desa, tura olaman deganman. Esimdan chiqmaydi. Bo'pti, dejurstva berishgan. O'zimni sher his qilganman, turibman, kasallik kelyapti, hammasini ko'ryapman. Kechqurun soat 12da bir kasal tushgan, bo'ynida absses bilan. Bo'ynini absessi yorganman. Yorgandan keyin bo'yintirig venasi yorilib ketib qonagan. Endi shunaqa qattiq qonagan, u vena mahali endi o'qishni bitirganman, mahali sher bolaman, sher bachchaman. Lekin qonni to'xtatish kerak. Kechasi 12 hech kim yo'q. Ancha qo'rqib, qaltiroq paydo bo'lgan. O'zimda qattiq o'sha qon tomiri bosib, o'zim bir 5 minut, 6 minut o'zim hayajonlarimni bosib olib, endi to'xta deb o'zimga o'zim buyruq hech kim yo'q, o'zingdan boshqaga ishonch yo'q endi deb o'sha yerda qiynalib, amallab qon to'xtatganman-da. Keyin o'tirib o'ylaganman, hali sen hech kim emas ekansan degan ma'noda. Shunaqa kirib kelganman xirurgiyaga. Hozirgacha ham shu xirurgiyaga bo'lgan ishtiyoqim so'ngani yo'q. Ya'ni nima deydi? Xirurgik operatsiyani qilib haligacha to'yganim yo'q-da. Operatsiya, tinmay operatsiya qilgim keladi. Yaxshi ko'raman, shu kasbni yaxshi ko'raman. Shuning uchun mana shunaqa kirib kelganman kasbga, ustozlarim sababli bo'lib. Qiziq bo'ldi. Qoyil qoldim. Men o'zim sohamga vaqtliroq kirib kelganman, boshqalarga nisbatan desam, 3-kursdan keyin nevrologiya shug'ullana boshlaganman men. Siz 1-kursdan bo'lgan ekansiz, baribir 1-kursdan kirib kelganman shunaqa. Ustozlarim shunaqa yo'nalish ko'rsatishgan endi. Hozirgacha ham shunaqa. Endi hozir mana ko'p yil ishladik, yaqinda 1 yil, 1,5 yil oldin bir kasal tushdi. Pastki jag'ida gemangioma deymiz. Suyakning ichida nor bor-da. Suyakning ichida gemangioma bu juda kam uchraydigan kasallik, kam diagnostika qilinadi va aksariyat holatda o'limga olib keladi bemor. Yoshroq yigit, 27-26 yoshli yigit, Namanganlik yigit keldi. Mana shu og'zimning ichidan, tishimdan qonayapti, qon to'xtamayapti. Domla ko'p joyga bordim dedi. Keyin uni ko'rdik, kompyuter qilsak, kompyuterda arin uyasiga o'xshab suyak teshilib ketgan. Gemangioma. Bizda hamkorlarimiz bor, qon tomir jarrohida, ana professor Yo'lborisov, Abdurasul Abjalilovich degan hamkorimiz bor. Biz ustozimiz Shavkat Ibrahimovich Karimov qo'llarida ishlaydi. Ular bilan maslahat qilganmiz, qon tomir jarrohlari. Bu jag'ga keladigan uyqu arteriyasini boylab, keyin uni to'xtatishni rejalashtirganmiz. Kasalni operatsiyaga tayyorlash jarayonida dushanba kuni operatsiyaga tayyorlaymiz dedikda, uni reanimatsiyaga yotqizib boshqa qilsak, bozor kuni menga telefon bo'lyapti, reanimatsiyada уже qonash boshlandi, tez kelmasangiz bo'lmaydi deb. Men o'sha Abdurasul Abjalilovich, Ernazarov Akmal Abdullayevich, men davolash fakulteti dekani, uchalamiz kirganmiz. Uchalamiz ham fan doktori, professorimiz. 5 soat ishlab qonni to'xtata olmadik. Qiynaldik, to'xtatdik, 5 soatdan keyin to'xtatdik-da. Mana hozir yillar o'tdi-da, o'sha institut bitirgan, hamma narsani qilaman degan bola edim. Hozir men professor bo'lib shuncha tajribaga ega bo'ldim. Hozir men hech kim emasligimni his qildim-da. Shunaqa kasallik paytda Xudoning bergan kasalligini oldida bizning ilmimiz, professorligimiz kapika ekanligimizni men his qildim-da. Keyin aytdim, mana 3 ta professor 5 soatda zo'rg'a bitta qon to'xtatdi. Ko'rdinglarmi? Shunchalik darajada murakkab organizmda. Shu bola hozir ham yaxshi hayot, mana oradan 2 yil o'tdi, yaqinda telefon qildi. Sal-sal qonyapti, qo'rqitma meni dedi. Shunaqa kasalliklar ham uchrab turadi. To'g'ri, qo'y. Haqiqatan bekorga aytishmagan ekanda, bir olimdan jon topshirar vaqt so'rashgan ekanda, nimalarni o'rgandingiz dunyoga kelib desa, bitta narsani o'rgandim, hech nimani bilmaganimni o'rgandim degan rost ekanda, sizni. Shunaqa Ibn Sinonning gapi bor-da, Ibn Sinonning gapi bor. Men shu har doim men shuni nima qilib yuraman, yozganda Ibn Sinon. Dunyoda hech narsa qolmadi, ayon bo'lmagan. Hech bir sir qolmadi, ayon bo'lmagan. Bilimim haqida chuqur o'ylasam, bildimki hech narsa ayon bo'lmagan. Ya'ni o'rganib kelaveramiz, hech narsa. Mana hozir yillar o'tdi, mana hozir menga hozir bitta shogirdim kelib, "Domla, nima operatsiyani qilasiz?" o'ylanib qolaman. Uncha operatsiya qila olmayman-ku deyman-da ichimda. Lekin orada mana hozir Xudoga shukr, necha yil o'tdi, 10 ming, 8 ming, 40 ming, 40 ming, 30 ming operatsiyalar qilganmiz. Lekin har safar operatsiyaga kirganda bu operatsiyani birinchi kirgandek, mana hozir shuncha narsa bor deb tasavvur qilish kerak ekanda odam.
bugun ham katta operatsiya qildik. Hozir Instagramga qo'yishga ulgurmadim. Bo'yinda juda ham katta o'simta edi. Olgandan keyin bo'yin tagida mana shu uxlovdek qon tomirlar turibdi-da, sal qaltis harakat qilsangiz qonaydi. O'sha birinchi dejurstvamdagi holatga tushamanda, shuning tushmasligi uchun har gal o'sha yerga ehtiyot qilib ishlaysiz-da. Shunga o'xshagan holatlar ko'p juda ham. Juda ham ko'p qiziq holatlar bo'lgan, lekin o'sha olimlar to'g'ri aytgan. Chunki qancha ko'p o'rganaversangiz, bilimsizligingiz bilaverasiz-da. Men endi ko'p o'sha chet el hamkorlar bilan hamkorlik qilaman, konferensiyalarga boraman, gaplashaman, boshqa qilaman. Butun dunyoda bo'layotgan narsalarni ko'rib, men hech narsa bilmas ekanman, tasavvur qilaman. O'sha narsani olib harakat qilib kiritaman, qarasam yangisi chiqadi, shunaqa narsalar ustida ishlaymiz har doim. Chunki ilm bu shunaqa narsa. Jarrohlik men har doim studentlarga, mana shogirdlarim juda ham ko'p o'rganaman deb keladi. Men aytamanki, jarrohlik bu kasb emas. Jarrohlik bu hunar emas, bu ilm bu. Buni faqat ko'rib o'rganmaydi, buni o'qib o'rganish kerak. Ko'rsangiz, bunda o'rganasiz, hunarmand qilgan ishda o'rganib qolasiz, lekin ertaga o'zingiz to'qnashganda o'sha kesgan payt boshqacha holat bo'ladi, nima qilish bilmay qolasiz, unga ilm talab qilinadi. Shuning uchun doim o'qish kerak edi, o'qimaganda qotib qoladi odam. Qotib qoladi. O'qimasa odam qotib qolaveradi. Shu bir xil bilimni oladi, shu bilim bilan qotib qoladi. Shuning uchun jarrohlik shunaqa narsa. Ustoz, yuqorida aytdingiz, men birinchi kursdan boshlaganman sohamni dedingiz. Ko'pchilik o'zimning kursdoshlarim ham bular 90% 6-kursni bitirib ham, bakalavr bitirib ham qaysi yo'nalishga topshirishni bilmasdan yuradi-da. Shunday talabalarga nima qilish kerak hozirda mutaxassislik tanlash uchun tavsiya bera olasiz? Bu savol yaxshi savol berdingiz. Bu savol oldin ham bo'lgan, oldin muhokama ko'p qilganmiz. Bilasizmi, mana shu bizni institutga kirgan talabalarni juda ko'pchiligi misol uchun birovga talqin qilib kirgan. Mana misol uchun Shahzod aka, Shahzod Medicaldagi Shahzod akadek doktor bo'laman deb kirganlari bor-da. U keyin kelajakda nima qilishim kerak deb nevropatolog ketaveradi, lekin ular juda kam, 10% ham chiqmaydi. Kimgadir taqlid qilib kiradi, u kelajakda shunga harakat qiladi, shunaqalari bor. Ikkinchi turi bor, ota-onasi yoki qarindoshi kimdir doktor, shifokor, o'shanga havas qilib kirgan. Shunaqa doktor bo'laman deydi. Bular ham bir 5-6% tashkil qiladi. Bir 10-15% aniq maqsadi bor. Ular qiyin emas o'qiydi. Lekin ming afsus, men ham doktor Toshkentda o'qish prestijniy bu. Doktor bo'lishim kerak degan fikrda kirgan ko'pda juda. Ular hali beri mutaxassis anlamagan, 5-kursga, 6-kursga borganda ham kim bo'lmoqchiman desa, hali o'ylab ko'rmadim deydi. 6 yildan beri o'ylab ko'rmagan. Men bu talabalarga umuman tavsiya beramanki, mana 1-kursdan keyin u hammasi o'ziga vazifa qo'yish kerak. Men kim bo'laman? Endokrinolog bo'lasizmi, xirurg bo'lasizmi, terapevt bo'lasizmi? Xo'p, misol uchun terapevt kimligini bilmaydi hali 1-kursni bitirganlar. Shuning uchun terapevt ustozga borib shogird tushib ko'rish kerak. Men har doim talabaga aytamanki, umring bekorga o'tib qoladi, qachonki faqat darsga kelib ketsang. Albatta, 2-kursdan keyin ustoz topib o'shaning oldiga qatnashishing kerak, ko'rishing kerak. Meni rahmatli ustozim bo'lganlar, Zumrat Mahmudovna degan ustozim, joylari jannatda bo'lsin. Men birinchi o'qishni bitirib kelib, shu onamning qo'llariga shogird bo'lib tushganman. Shu operatsiya paytida kirib operatsiya qilardi. Mana yeringni hidlab ko'rishing kerak san. Qonni ko'rishing kerak, yeringni ushlab ko'rishing kerak. Mana har bitta narsani ko'rishing kerak. San ты должен чувствовать derdilar-da. Mana shunaqa darajada hissiyot bo'lish kerak edi. Kasb nimaligini bilish uchun kasbga borib ko'rish kerak. Bu nimaligini bilish uchun-da. Shuning uchun har bitta talabaga men tavsiyamki, mana o'qish davrida albatta o'ziga bitta ustoz topib, ustozga shogird tushish kerak. Hamma talabaga aytaman, kimdir agar ustoz topa olmasangiz, to'g'ri menga kelib, men topib beraman ustoz deymanda. Shu ustozga borsa, o'sha bitta ustozni stilini o'rgansa, diagnostika qanaqa? Oddiy gap, mana 2-kursni men o'rganaman, hali bilim olmagan. Muloqotda o'rganadi, boradi, kasal bilan qanaqa muloqot qilish kerak, qanaqa qilib savoliga javob berish kerak. Mana shu oddiy narsadan boshlanadi-da. Oddiy narsadan boshlanib, ulug'lik oddiylikdan boshlanadi. Oddiy narsalardan boshlansa, keyin murakkab jarayonga o'tadi. Shuning uchun har bitta talaba bugun ustoz shogird tizimiga o'tish kerak. Shogird tushib, ustoz aytganini qilib, hamma vaqt aytaman talabaga. Maqsad qo'ya bilish kerak-da. Maqsad haqida ham ko'p men gapirganman. Maqsad qo'ya bilish kerak. Maqsadlar 3 xil bo'ladi.
eng asosiy global katta maqsad bo'ladi, unga yetkazuvchi katta maqsad bo'ladi, keyin kichkina maqsadlar bo'ladi. Mana shu maqsadlardan bitta qadam har doim talaba aytish kerak. Men 5 yildan keyin kim bo'laman deb savol berish kerak o'ziga. 10 yildan keyin kim bo'laman? 15 yildan keyin men talabalarimga aytaman, o'tir. Sen kimsan oting desam, ha otim falonchi. 10 yildan keyin falonchi kim bo'ladi deyman. Qani aytib ber desam, tasavvuri yo'q. 10 yildan keyin nima qilaman degan tasavvuri yo'q. Yoki 15 yildan keyin, yoki 20 yildan keyin, yoki shuning uchun birinchi o'rinda bolalar o'ziga maqsad qo'ya bilishi kerak. Maqsad men kim bo'laman va shu kim bo'lishimga qanday yetishim kerak degan savollarni qo'yib, shunga intilish kerak-da. Shunda yaxshi bo'ladi. Mana maqsad haqida hali internetda roliklar bo'lgan, ko'rgansizlar. Professor eksperimentini ko'rgansizlar, maqsad qo'yish haqida. Aytib bering, qiziq bo'ladi. Demak, shu 3 litrli bankani olib kelib, maqsadga tennis koptokchalarini solib, boshqanisi ketmaydimi desa, yo'q degan. Keyin kichkina tosh solgan, to'lgan. Ketmaydimi desa, yo'q degan. Qum solgan, ketmaydimi desa, suv solgan, to'ldirgan. Va keyin tushuntirib bergan nimaligini. O'sha katta sharik koptokchalar bu katta maqsadlar. Kichkina toshlar bular yetkazadiganlar. Qum bu hayotda safsata uchun ketkazadigan vaqt. Suv nima desa, har qanaqa katta maqsad qo'ysang ham baribir suv odam o'zini zavq olish uchun, dam olish uchun vaqt topiladi deganda. Shuning uchun biz agar qum bilan birinchi to'ldirib qo'ysak, o'sha miyamizga keraksiz narsalarni to'ldirib qo'ysak, asosiy maqsadlarga vaqtimiz qolmaydi. Ya'ni bugun negativ fikrlar berib, internetda u ekan, bu ekan deb aralashib ketib qolsak, mayda-chuyda bilan asosiy maqsad qolib ketadi. Shuning uchun global maqsadni qo'yib, shunga intilib ketaverishimiz kerak-da. Shunda yaxshi bo'ladi. Shuning uchun birinchi o'rinda talabalarimizni motivatsion qilishimiz uchun maqsad qo'yishni o'rgatishimiz kerak va shu maqsadga qanday erishish yo'llarini ko'rsatishimiz kerak. Albatta shogird tushuntirishimiz kerak. Shunda yaxshi bo'ladi. Toshmeni bitirgan ko'p, vrachlikni bitirgan ko'p, lekin vrach bo'lib ishlaydigan kam. Nimaga? Chunki maqsad aniq bo'lmagan. Maqsad aniq bo'lmagandan keyin boshqa bo'ladi. Zo'r, juda ham ajoyib bizga tavsiyalar berdingiz. Xursandmiz. Hamma ko'rdi, yaxshi shifokor mutaxassis bo'lish uchun avvaldan bakalavrlik tanlab olish kerak. Agar tanlamayotgan bo'lsalar, yordam beraman dedilar, talabalar bor, tomosha qiladigan xudo xolasa. Bo'sh vaqtlari bo'lsa albatta uchrashsanglar, albatta yordam qiladilar. Ustoz, xo'p, har xil sohada bor. Bakalavrlarimiz bor, magistrlar bitirib yurgan insonlar. Yaxshi shifokor bo'lish uchun qanday ko'nikmalar bo'lish kerak yoki qanday xarakterga ega bo'lish kerak? Nimalar talab qilinadi ustoz? Endi ikkita savol berdingiz, qanday xarakter va ko'nikma. Bu umuman ikki xil dunyoda. Birinchi o'rinda yaxshi shifokor bo'lish uchun yaxshi xarakterga ega bo'lish kerak. Yaxshi xarakter degani odamlarni yaxshi ko'rish kerak, odamlarni eshita bilish kerak. Bizni eng mana hozirgi zamonamizda katta kamchiligi eshitish bilmaymiz. Hamma gapirishni xohlaydi. Hamma gapirishni xohlaydi-da. Lekin eshitishni bila bilish kerak, eshita bilish kerak bemorni. O'tkazib, mana oldin talaba kiradimmi, shu nima kiradim, eshitaman birinchi. Yaxshilab eshitish kerak. Kasbini yaxshi ko'rmasa eshitishni xohlamaydi. Shifokorlikni yaxshi ko'rsa eshitadi. Birinchi o'rinda eshitish kerak. Ikkinchi o'rinda endi bemor bilan muloqot qilganda bilasizmi, bir kunda bemorlar soni har xilda endi. Bir xillari kiradi, spokойныйroq, bir xillari kiradi, juda asabiylashgan, bir xillari kiradi, azloblenniy deymiz, g'azablangan, shunaqa odamlar ko'p juda ham-da. Shuning uchun bularning hammasini shifokor bo'lganimizdan keyin bularni hammasini eshitganimizdan tashqari bir xil achchiq gaplarni, zardalarni ham yutishga to'g'ri keladi. U kirib sizga achchiq gap gapirsa, siz ham achchiq gapirsangiz urushib ketib qolmaysiz. Shifokor shunaqa bo'ladi. Bir pog'ona ustunligingizni bildirishingiz uchun siz buni eshitib, gapiga yaxshilab javob berish kerak bo'ladi. Bu birinchisi. Endi ko'nikma haqida gapirdingiz. Bugun shifokor bo'lish uchun bilim yetarlimi degan savol bo'lish kerak-da. Bilim bugungi kunda shifokor bo'lish uchun faqat bilimni o'zi yetarli emas. Bu bilimni biz kunlik boyitishimiz kerak. Mana bugun oddiy yaxshi shifokor bo'lish uchun kasbiy mana doktor shifokorlik kasbini yaxshi bilish kerak, zo'r bilish kerak. Bundan tashqari bugun birorta chet tilini bilish shart. Ingliz tili hamma joyda juda ham nima? Ingliz tilini bilish shart. Nimaga? Chunki oddiy bitta yangi chiqqan zamon yangi narsasini uni qo'llanmasi ingliz tilida. U o'zbekchaga, ruschaga tarjima qilib sizga yetib kelguncha u уже keyingi bosqichga o'tib ketgan bo'ladi.
Til bilish kerak. Ikkinchi, shifokor bugungi kunda bilishi shart bo'lgan, majbur bo'lgan narsa bu axborot texnologiyasini bilish shart. Nimaga? Chunki bugun zamon shiddat bilan rivojlanyapti. Til bilan kommunikatsiyani bilmagan shifokor orqada qolib ketadi. Juda ham orqada qolib ketadi. Juda. Sababi bu mana shu bugungi kunda amaliy ko'nikmamizni boyitadigan eng asosiy instrumentlardan hisoblanadi. Va men har doim qo'shib aytamanki, shifokor har doim ertalab turganda, tishini yuvganda, ertalab turganda choy ichishga ishtiyoq bo'lganda, kitob o'qishga ishtiyoq bo'lishi shart. Ya'ni ertalab turganda odam ilmga och bo'lib turish kerak-da. Kamida 1 soat, 2 soat o'zini kasbiy holatiga taalluqli ma'ruza yoki bir maqolalarni o'qish kerak. Ishtiyoq bo'lish kerak. Ya'ni informatsionniy professionalniy голод deymiz. O'sha informatsiya, kasbiy ochlik bo'lish kerak odamda. Kasbiy ochlik bo'lmadimi, u o'sish bo'lmaydi hech qachon. Doim ustida ishlaydigan holat bo'lishi kerak. Bugungi kunda biz talabalarimizda, umuman bizda o'zimizda ham kamchiligimiz, biz mustaqil o'zimizni ustimizda ishlash ko'nikmasini bilmaymiz. Bizda har doim shu aytilgan narsani qilamiz. Lekin o'zimiz bilmaymiz. Men ko'p mana chet el institutlarida bo'lganman, talabalarga leksiyalar o'qiganman, boshqa qilganman, muloqot qilganman. Chet ellarda mana shu bibliotekaga kirsangiz oyoq qo'yishga joy yo'qda, bosib ketgan. Chunki mustaqil ustida ishlashni biladi. Biz ham endi talabalarimiz o'rgatyapmiz. Misol uchun, talabada 1 para, 2 para bo'sh vaqt bo'lsa, nima bilan shug'ullanadi degan savolni qo'ysangiz, nima qilasan 2 soat desangiz, bilmaydi. Bibliotekaga chiqib uni qilaman, buni qilaman. Mana shu ko'nikmani o'rgatishimiz kerak bugun. Shunda odam mustaqil ta'lim olish ishtiyoqi bo'lsa va uni ko'nikmasini bilsa, unda doim ustida ishlayveradi. Shunaqa bo'ladi. Shuning uchun mustaqil ko'nikmaga ega bo'lish kerak. Yaxshi shifokor, kasbiy bilimga ega bo'lish kerak, axborot texnologiyani yaxshi bilish kerak, tilni bilish kerak. Odamlarni yaxshi ko'rish kerak. 5 ta narsani qilsa bo'ldi, shifokor bo'ladi. Ustoz hamma uchun muhim, men uchun ham ilmiy yo'nalishingiz professor bo'lish uchun qanday yo'ldan bosib o'tish kerak va nimalar qilish kerak? Professor bo'lish uchun yo'li juda oddiy. Har kuni ozgina ilmiy ish qilish kerak. Endi birinchidan ishtiyoq bo'lish kerak. Endi to'g'ri, professor deb eshitardik. Men lekin birinchi kursda o'qiganimda, birinchi kursda darsga borganman. Hozir ham shu ustozim o'sha ishlaydilar. Hasan Luluymelina degan professor borlar. O'sha Lolapa menga dars o'tganda men birinchi kursda aytganman, Lolapa men professor bo'laman deganman-da, lekin professor kimligini bilmaganman. Tasavvurimda, lekin men professor bo'lishim kerak deganman-da. Hozir ham eslatadi, sen o'sha payt aytarding shunaqa debdi. Birinchidan ishtiyoq bo'lish kerak. Ikkinchidan mana hamma aytadi, professorda juda ham ko'p mas'uliyat, juda ham ko'p. U mas'uliyatni bo'yniga ola bilish kerak. Bu kitoblarda yozganki, nina bilan quduq qazgan deydi. Haqiqatan shunaqa. Tomchilab, ilmni tomchilab borsangiz yig'iladi-da. Ilmiy ish qilish kerak. Ilmiy ish qilish uchun qisqacha va yana qaytib kelamiz, birinchi gapimizga yaxshi ustoz tanlash kerak. Ustoz yaxshi bo'lsa, yaxshi g'oya bersa, o'sha g'oyani amalga oshirasiz. Bitta darajaga erishasiz, keyingisini amalga oshirasiz, ikkinchi darajaga erishasiz. Umuman professor diplomini olish uchun nima qilish kerak? Birinchi o'rinda mana falsafa doktori dissertatsiya himoya qilishingiz kerak. Undan keyin dotsent unvoni olishingiz kerak. Dotsent unvoni olish uchun 5 ta magistr tayyorlashingiz kerak. Maqola chop etishingiz kerak, o'quv uslubiy qo'llanma chop etishingiz kerak, monografiya chop etishingiz kerak. Bularni hammasini yig'ib, keyin topshirasiz, sizga komissiya ko'rib chiqib dotsent diplomini beradi. Undan keyin doktorlik dissertatsiyasini yoqlash kerak. Doktorlik dissertatsiya ham bir yangilik. Butun ilmiy ish qilib tugatasiz. Tugatgandan keyin 3 ta o'quvchi tayyorlashingiz kerak. 3 ta o'quvchi dissertatsiya himoya qilish kerak. Ana undan keyin sizga professorlik diplomi beradi. Shu oddiygina. Shunda diplomni olsangiz bo'ldi. Oson, juda oson-da. Juda oson shunaqa. Ustoz, professorlik sizga hayotda nima berdi? Professorlikni bilasizmi, birinchi o'rinda men bolaligimdagi orzuyim, ko'nglimdagi men bu yerda turgan narsani to'ldirdim. Eng asosiysi shu. Chunki men bolalikda orzuyim edi professor bo'lish. Ikkinchisi endi kasbiy yutuqlarim ko'p. Xudoga ming qatla shukr, professor sifatida olimlar o'rtasida o'zimni
pocherkim bor, o'zimni fikrim bor, o'zimni katta maktabim bor, xudoga shukur. Yangi operatsiya usullari o'ylab topganman. Hozir 13 ta shogird tayyorladim. 13 ta shogirdni dissertatsiya himoya qilishdi. Bularning hammasi ilmiy mahsulotlarda. Bu mana shu ilmiy mahsulotlar mani ma'naviy ozuqam hisoblanadi. Men busiz tura olmayman-da, ilmni yaxshi ko'raman o'zim. Bolalarim uchun, oilam uchun, avlodim uchun faxr. Va shu professor bo'lganingizda dunyoda bir moddiy boylik yig'maysiz. Moddiy, misol uchun, bir qanaqadir falon narsa yoki falon narsaga ega bo'lish yo'q. Bu odamni o'zini, ko'nglini, qalbini doim to'ldirib beradigan narsa. Men uchun shunaqa. To'g'ri, kasbiy yutuqlarim ko'p. Misol uchun, men o'zim ishlab chiqqan operatsiya usulim bor. O'zim ishlab chiqqan yangi maktabda mana nechta nimalar tayyorladim. Mana yaqinda biz O'rta Osiyoda yagona bo'lgan 3D printer olib keltirdik, 3D laboratoriya yaratdik. 3D laboratoriyada mahsulotlar ishlab chiqa boshladik. Boshqa buni professor bo'lmasdan ham qilish mumkin. Lekin professor bo'lib, hozir aytganimdek, asosiy missiyamiz ilmni rivojlantirish, ilmni oldinga surish. Bu shunaqa narsa. Ilm bilan shug'ullangan odam ayniqsa oddiy kasb egasiga nisbatan mo'jizaviy narsalarni ko'ra biladi. Misol uchun hujarada bo'ladigan o'zgarishlarni, yangi chat talqinini, yangi o'zgarishlarni. Men shu dissertatsiya qilib yurgan paytimda infarkt zuba degan narsani o'qib qolganman, maqola o'qiganman. Infarkt zuba, tish infarkti degan maqola. Biz yurak infarkti degan narsani o'qishgan, student bo'lganman, tushunmagandim. Nima uchun tish infarkt bo'lar ekan deb o'rganib, o'sha paytda endi men uchun qiziq bo'lganda o'qiganman. Keyin savollarimga javob topganman, boshqa qilganman. Mana shu holatda hozir infarkt degan tushuncha, misol uchun infarkt. Har qanday oddiy odam ham infarkt desa yurakda infarkt tushunadi, lekin infarkt deganda hozirgi tushuncha men soatlab gapirishim mumkin-da. Tishda infarkt bo'lishi mumkin, jigarda infarkt bo'lishi mumkin, buyrakda infarkt bo'lishi mumkin, miyada bo'lishi mumkin va hokazo bo'lib, har bittasi xususiyat. Mana shunaqa har bitta narsaga ilmiy yondashuv bo'ladi. Men uchun professorlik bu ma'naviy boylik. Qalbimdagi o'sha nimamni to'ldirib borish. Farz hisoblanadi ilm. Shunaqa narsa. Ustoz, bilamizki, tibbiyot juda ham qiyin, oson fan emas. Ushbu sohada yo'qotishlar qildingizmi? Shu sohada zo'r mutaxassis bo'lish uchun. Yo'qotishlar qilganman. Har qanaqa yutuqda mana bitta agar odam chempion bo'lsa, chempion bo'lish uchun qo'li sinadi, jag'i sinadi, quloqlari sinadi va hokazo va hokazo va hokazo. Men yo'qotish demayman. Misol uchun mana shu dissertatsiya qilib boshqa qilib yurgan paytimda oshqozon yara kasalligi orttirganman o'zimga. Sog'lig'imga zararli qiladigan ko'p nimalar bo'lgan, boshqa bo'lgan. Lekin bularning hammasiga men roziman-da. Men mana shu organizmda bo'ladigan boshqa. Lekin men yo'qotdim deb ayta olmayman. Butun yoshligimda, umrimni hozirgacha yashagan umrimni hammasini bag'ishlaganman, men shundan roziman. Sababi shu ko'p sog'lig'im boshqaga zararli bo'lgan holatlarda menga berilgan mukofot natijasi undan bosib ketadigan darajada ko'p bo'lganda, yo'qotish demaymiz-ku, bu nima tomoni, misol uchun dissertatsiya qilaman zayn bo'lganingizda qarindosh urug' to'y marakalariga, boshqalarga borish kam bo'lib qolgan, o'rtoqlarimizni bir nimalarda yonida bo'lishlar, bular endi hayot davomida keyin kompensatsiya qilinadigan narsalar. Shuning uchun men o'ylaymanki, bugun meni yo'qotgan narsam yo'q. Men faqat yutuqda bo'lganman. Shunaqa deb ayta olaman. Professor bo'lmasdan bu kasb tanlamasam ham kasal bo'lishi mumkin edi. Bu kasb tanlamasam ham boshqa narsalarga yutug'im bo'lmasdan kamchiligim bo'lishi mumkin. Shuning uchun men bu kamchilik deb o'ylamayman, yo'qotgan narsam ham deb o'ylamayman. Mana yoshlik bilan umrni qo'ysangiz, shu yoshlikni sarflagansiz, shu sarflagan narsangizga rozi bo'lasiz. Sababi shu yoshlikda sarflagan ilmingiz shuncha natija olib keldi. Ilmni sarflamasangiz nima bo'lardi? Hech narsa bo'lmasdi. Baribir o'sha yoshlik o'tib ketardi. Shuning uchun men shunaqa o'ylayman, meni kamchilik
Ya'ni yutug'im ko'p, nimam yo'q, yutqizgan joyim yo'q. Faqat yutganman. To'g'ri. Haqiqatdan. Shunaqa. Gap bo'lishi mumkin emas. Umuman odam fikrlashni o'zgartirib olib, 360 gradusga Ya umuman aytaman-da tez endi. yozib kelib turishim kerak ekan. Ustoz, hamma maqsadlar bo'ladi, qalbidagi og'riqlar bo'ladi. Misol uchun men niyat qilganmanki, nevrologik kasalliklar asorati sifatida qoladigan nogironlik orttirib olish, insultlardan keyin, ayniqsa bolalarda, detsiplarda ko'proq shu insonlarni nogironlikdan olib chiqish, sog'lom hayotiga, ishiga qaytishiga maqsad qilganman. O'zbekistonni meditsinasini rivojlanishiga sababchi, ozgina bo'lsa ham yordam tegishini xohlayman. Sizda shunday og'riqlar bormi? Va ularni biz bilan bo'lishsangiz xursand bo'lardim. Endi insonda o'zida maqsadlar ko'p bo'ladi. Endi menda maqsadlarim juda ham ko'p. Men hammasini ayta olmayman. Lekin kasbga bog'liq narsalarni ayta olaman. Endi to'g'ri, misol uchun xalqqa foydamiz tegyapti, boshqa to'g'ri, o'z yo'liga boshqa, lekin men har doim bitta narsa o'ylaymanki, mana misol uchun ko'p chet ellarga yurib ko'rgan paytimizda ko'p narsalar yaratiladi-da. Mana yaqinda Fransiyaga tashrif bo'ldi. Tashrifga borib kelganimizda bitta o'sha Foch degan больницаga bordik. Foch degan больницада bitta shifokor, oddiy shifokor shunday kirib keldi, gaplashdik. Dunyoda birinchi marta o'pkani ko'chirib o'tkazgan vrach ekanda. Ko'rsangiz, oddiy bir ko'chada ko'rsangiz professor ham yoki bir doktor ham deb o'ylamaysiz-da. O'sha vrach aytdiki, bizda dunyoda birinchi bu bizning больницамizda o'pkani ko'chirib o'tkazdi. Bir yilda 60-70 ta o'pka ko'chirib o'tkazamiz hozir. Ya'ni o'pkani o'liklardan olib, ularda qonun talab qiladi, shuni saqlab qo'yib kasal odamni ko'chirish bo'yicha birinchi tajriba qilganmiz va hokazo dedi. Mana shunaqa narsa yoki bo'lmasa yana bitta больницаga borsak, u ayollarda bajodanni ko'chirib o'tkazilmaydi dunyoda. Birinchi marta yaratgan, mana shunaqa qilyapti. Mana shunga o'xshagan narsalarni imенно tibbiyot akademiyasida bo'lib, tibbiyot akademiyasining olimlari shunaqa narsa yaratibdi dunyoda, mana birinchi bo'lib degan narsani men har doim orzu qilaman, har doim. Qayerda Nobel mukofotini sovrinlari chiqsa, darrov xat yozaman, yaxshimisan, laboratoriyangga borsam bo'ladimi, ko'rsam bo'ladimi? Shogirdlarimga shu harakat qilaman, shogirdlarimni yuborishga. Shuning uchun men bunga ishonaman. Yaqin 5-10 yil ichida shunaqa holat bo'ladi. Sababi bugun O'zbekiston gurkirab rivojlanyapti. Bu endi bitta nima? Hayotdagi o'zimda maqsadlarim bor, orzularim bor. U endi hayotiy maqsad, orzu degan uni hammaga ayta olmayman. Kasbiy nuqtai nazardan shu. Men yana bitta narsani xohlayman. Butun dunyodan hamma shu rivojlangan davlatlar, Germaniya, Amerika va hokazolardan odamlar, o'sha odamlar men tibbiyot akademiyasiga borib o'qisam degandek xohish bo'lishini xohlayman. Men Koreyaga borganman, Koreyada malaka oshirishga borganman. Malaka oshirishga borsam 20 ta davlatdan kelgan, Germaniyadan kelib Koreyada malaka oshirishga kelganda, bo'lmasa Amerika qanaqa meditsinasi? Shunaqa narsalarni xohlayman. Bizning yoshlarimiz, ayniqsa olimlarimiz shunaqa narsalar qilsaki, boshqa davlatdagilar havas qilib kelsa shu yerga. Mana shunaqa oddiy orzu. Shunaqa deb o'ylayman-da. Yuzdagi operatsiyani misol uchun men qiladigan operatsiyani hamma qiladi. Toshkent o'zida ham qiladiganlar ko'p. U bilan yangilik har safar yaratib ketaveramiz. Lekin mana shunga o'xshagan lider bo'ladigan narsalar yaratadigan olimlar chiqadi deb o'ylayman, chiqadi. Men ishonaman unga. Shuni havas qilaman, orzu qilaman shuni. Maqsadli oliy. Shunaqa. Xudo xohlasa biz ham sizga o'xshab katta maqsad qo'yishdan o'rganishimiz kerak ekan, ustoz. Mayli, omadingiz bo'lsin. Ustoz, ming afsuski ko'p internetlarda shunday holatlarni ko'rib qolamiz. Shifokorlar haqida har xil munosabatlar, qalbim og'riydi. Haqiqatdan ham shifokorlarimiz shunday hozirdagi talabalarimiz ham orqaga ketyaptimi? Bu juda ham og'riqli savol, dolzarb savol. Demak, o'zbekda bitta maqol bor, guruch kurmaksiz bo'lmaydi deydi. Shifokor ichidan 5 qo'l barobar emas. Bilimsiz, tajribasiz boshqalari bor, qo'pollari bor va hokazo. Hozir muhtaram prezidentimiz shunday sharoit yaratdiki, hamma yoshlar ilm olsin dedi, lekin yoshlarimiz uni to'g'ri tushunmayapti.
keladi, o'qishga kiradi, o'qimaydi. O'qishdan kursdan qoldiraman desangiz, to'polon qiladi. To'polon qiladi, boshqa qiladi, lekin men qattiqroq turaman baribir. Haqqoniy qilib, mana hozir ham 200 ga yaqin bolani kursda qoldiryapmiz. Chunki men yaqinda ota-onalar bilan uchrashdim, bitta gapni aytdim ota-onaga. Ota-onalar yig'ladi, bola 4 marta topshirgan, yana bir marta imkoniyat bering deydi. Men aytamanki, necha marta imkoniyat berish mumkin? 5-chisi bersa yiqilsa, 6-chisi yiqilsa. Men aytamanki, davay ko'zimizga qarab gapiraylik-da, bolani mayib qilmaylik. Bu mayib bo'ladi ertaga. Buni hozir 5 marta, 6 marta zo'rg'a uch bilan o'tadi, ertaga na doktor bo'ladi, na doktor bo'la olmaydi. Qo'yinglar, bunga zarar qilmaylik-da, bunga bir imkoniyat beraylik-da, 6 oy o'tsin-da, shu kursni boshqatadan o'qisin. Boshqatadan o'qisin, ertaga o'ziga uverin bo'lsin degandek. Talabalarimiz orasida o'qimaydiganlarimiz ham bor. Lekin o'qiydigan talabalar soni yildan yilga ko'payib ketyapti. O'qiydi, ustida ishlaydi, motivirованный, ilmi bor, boshqasi bor. Oxirgi paytlari bilasizmi, men endi 30 yildan beri ishlayman pedagog bo'lib. Faqat shu 2 dars o'zlashtirmagan bilan shug'ullanib, oxirgi yillari men aytdim, vektorni o'zgartiramiz. Faqat a'lochilarga qarab, a'lochilar bilan shug'ullanamiz dedi. A'lochilar bilan olib, gruppa tuzib, har bittasiga domla biriktirib, boshqa bo'lib kelajakda kim bo'lasan degan katta maqsadlarni intilish qildirtirib, bu gruppalarni o'stirish bo'yicha hozir ishlar qilyapmiz shunaqa. Gap bo'lishi zo'r, yaxshimi aytganingizdek. 2ga o'qiydiganlar bilan shug'ullanaveramiz, lekin kuchimizni ko'proq bularga beraylik. Aksariyat 5%, 10% a'lo bitirgan bolalarga hech kim e'tibor bermaydi, ular bitiradi. Maqsad nima? Desa, Germaniyaga ketish, Fransiyaga ketish falonchilik. O'shalarni shu yerda olib qolaylik. O'sha yerda qilmoqchi bo'lgan narsani shu yerda qilsin, ko'proq foyda bo'ladi. Qolgan yaxshi o'qiy olmaydigan talabalar ham unga qarab intila boshlaydi. Shuning uchun mana shunaqa qilishimiz kerak biz. Hozirgi kundagi yosh shifokorlarimizga va talabalarimizga eng kerakli bo'lgan 3 ta top maslahat bering. Birinchi o'rinda top maslahat beraman, men nima qilmayman. Har doim talabalarga xohishim bor, xohishim tilayman va niyatim, tilagim ham shu. Birinchi o'rinda shunday uyqudan turganda ilm olish ishtiyoq bilan uyg'onsin hammasi. Har kuni. Har kun bu birinchi maslahatim. Ikkinchi maslahatim, mana yoshlik bu bebaho ne'matda. Bu gapni ko'p eshitganmiz. Hozirgi holatda bitta narsa aytib beraman. Men o'tgan safar internetda ham o'zimda ham aytganman. Mana hozir bular institutga kirgan talabalar oldida qorong'ulikda, ko'rmayapti-da. Tunnel ichidan ustoz olib ketadi ularni. Tunnel ichi ham qop-qorong'i. Ustoz aytadi, "Mana shu oyoqlaringni taydaydiganni yig'ib olaylik", har bittasiga qop beradi. U qopni olib solsa, hali tunnel ichidagi narsa tosh bo'ladi-da. Toshni olib, solib sudrab chiqish kerak-da. Bir xillari ustozni aldaydi-da, bitta soladi, soldim deydi, yuradi. Bir xillari ustoz aytgan to'ldirib chiqadi. Qop-qora tunnelda shu qopni zo'rg'a sudrab chiqib, yorug'likni shunday ochsa, qop ichi to'la oltin bo'ladi-da. Mana shu oltinni olishda ular adashmasin. Shu qopni to'ldirib chiqish kerak yoshlikdan. Keyin chiqqandan keyin, yorug'likka chiqqandan keyin qopni ichidagi oltinni sotadi. Bir umr ilm u. O'sha bu nima ma'noda aytilgan narsa ilm. Shuning uchun ilmni o'rganishga motivatsiya bo'lish kerak. Bu eng asosiysi. Va eng yana bitta narsa, top narsa bu har bitta talaba birinchi o'rinda yaxshi shifokor bo'lish uchun o'zini organizmini aqlan, jismonan, ma'nan tarbiya qilishni bilish kerak. Mana shu narsa bo'lishi kerak. O'zi sigaret cheksa, doktor kelib, "Senga sigaret chekish mumkin emas" deb kasalga aytsa, og'zidan sigaret hidi kelib tursa, kasal ishonadimi bunga? Yo'qda. O'zi semiz bo'lsa-da, sizga semirish mumkinmi, dieta qiling desa, ishonadimi bunga? Shuning uchun birinchi o'rinda shaxsiy namuna bo'lish kerak. Shaxsiy namuna bo'lish uchun o'zini, tanasini aqlan, jismonan sog'lom saqlay bilish kerak. Ilm ola bilish kerak. Albatta ilm ola bilish kerak va ilmga ishtiyoq bo'lish kerak. Bugungi kunda shunaqa deb o'ylayman. Qolganlari endi kasbiy ko'nikmalarni o'rganadi. Gap bo'lishi mumkin emas. Rahmat ustoz. Sog' bo'ling. Bir narsani eshitgandimki, oxiratda borganda 5 ta narsadan so'ralardi. Birinchisi yoshligini qanday o'tkazdi, 3 tasini aytaman. Ikkinchisi umrini qanday, uchinchisi qanaqa bilim oldi, shundan so'ralardi. Shu savollarga javob olmaguncha joyidan qimirlanmas ekanda. Shu narsani menga shuni zo'r qilib yetkazib berdingiz mavzuimiz davomida. Juda ham xursand bo'ldim. Sizning fikringiz qanday ilm haqida yozib qoldiringlar. Hammaga rahmat. Ustoz rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat.